Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan birgalikda stream etganmiz. Bugungi videomizda biz Minecraft Survival'da ferma quramiz. Bo'lmasam biz videomizni boshladik. Sizlar videoga like, kanalga bo'lsa albatta obuna bo'lib qo'ying. Bo'lmasa biz o'zimizning ishimizni daraxt chopishdan boshlaymiz, chunki men bu videoni rekta bosib turishni o'yinga qaytib kirishsam akalar, bu zombi kechasi bo'pti, zombilar meni o'ldirib yuborishdi. Shunga boshqatdan daraxt chopib o'zimizga ish qurollar yasab olishimiz kerak ekan. Bizga hozir birinchi kerakli bo'ladigan narsa bu kirkani yasab bo'lganimizdan keyin akalar yerga olib turib tosh qilamiz. Istirazni hamma narsamizni toshdan yasab olamiz akalar. Qana bo'lmasam go. Mana toshda hamma narsani yasab oldik. Endi battaga hamma narsani ko'chirib turib, sal teksturli joy topishimiz kerak. Biz ham fermamiz uchun kerakli joyni topib, keyin ko'proq daraxt chopishimiz kerak bo'ladi. Qani ketdik akalar. Axiyri va nihoyat ancha bir 5 minut deganda kerakli joyni ham topib oldik. Sizlarga bu yo tezlashtirilgan kadr yoki bu payt paydo bo'lib qolgan bo'ladi. Joyi topdik, endi battaga o'tlarni tekislab tashlab turib, keyin daraxt chopamiz. Xullas daraxtlarni ham chop bo'ldik. Yana endi bizga taxt yasashimiz kerak. Taxtadan haliginaqa narsa yasaymiz, haligi chekasiga qo'yib chiqadi-ku fermani. Shunaqa narsa yasaymiz qani go. Endi fermani quramiz, keyin bo'lsa sekin-sekin moblarni ichkariga olib kirishni harakatini qilamiz. Ketdi akalar. Fermamizni ham qurib bo'ldik. Endi bu fermaga biz tovuqlarni olib kiramiz. 6 hours later. Mana endi akalar, mana xo'ramchuq tovuqlar qochib ketyapti. Shu xo'ramchuq tovuqlar sekin endi ichkariga olib kirib, mana donidan beri boqsak bo'ldi akalar. Bular men uchun minut sizlar uchun qilganda o'zi mana 3-4 ta tovuq paydo bo'lib qolyapti akalar. Bu mana yashirin iste'dodi.